Belgiya poytaxti Bruselda ochilgan xalqaro Uyg'ur munbiri tunugun g'albilik oyoqlashdi. Dunyoning har qaysi joylaridan Uyg'ur masalasiga munosabatli intayin muhim shaxslar qatnashgan bu yig'in oxirida Brusel xitobnomasi ma'qullangan bo'lib, xitobnomada Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni darhol oyoqlashtirishni talab qilingan. 9 noyabr Yevropa parlamentida boshlangan xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini Xitoyning jazo lagerini taqash, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishning konkret chora-tadbirlari ustida izlanishni maqsad qilgan bo'lib, har qaysi ellardan kelgan tadqiqotchilar, diplomatlar, parlament a'zolari bu xususda o'zlarining qarashlarini sharhlab o'tgan. 10 noyabr kuni oxirlashib, Brusel xitobnomasi e'lon qilingan. Bu xitobnoma Xitoyning 73 yildan buyon Sharq Turkiston xalqi ustidan elib borgan zulmlari va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari qattiq ayblangan. 9 noyabr Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qaytadan qurildi. Qurilish murosimiga Yevropa parlamentining Shvetsiyalik a'zosi David Liga riyosatchilik qildi. Mazkur do'stlik guruhining qo'sh raisligini parlamentning Fransiya vakili Rafael Glucksmann va David Liga qatorliqlar ustiga oldi. Uyg'ur do'stlik guruhining qurilish murosimida so'z qilgan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel bu murosimga hozir bo'lgan parlament a'zolariga rahmat etdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xi Jinpingning riyosatchiligidagi siyosiy biro ijroiya komiteti yig'inida atalmish nol Covid strategiyasida ching turish qarori chiqarilgan. Bu komitet texmi aniq va nishonliq usullarni taraqqiy qildirishga chaqirdi. Albuki, yaqinqi oylardan buyon yo'lga qo'yilgan nol Covid strategiyasi Xitoyga nurg'un jihatdan past ta'sir ko'rsatdi. Yana bir tarafdan Xitoy doiralari atalmish nol Covid siyosati bilan Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni pardozlashga urinmoqda. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie 9 noyabr kuni qilgan so'zida Kanadaliklar Xitoy bilan savdo qilishning geosiyosiy xavfini o'ylanib qo'yish kerak degan. Melanie Jolie bu so'zlarni Toronto Universiteti Monik yer shari ishlari va ommaviy siyosatlar fakultetida so'zlangan nutqida qilgan. U shu kundagi so'zida Xitoy komitetining Uyg'urlarga qilayotgan muomalasi va Xitoy shakllantirishga urinayotgan dunyo haqida bir qator keskin so'zlarni qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan chorshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Amerikaning Trump davrida yo'lga qo'yilgan Xitoy armiyasi bilan munosabati bor shirkatlarga mablag' selishni cheklash qarorini davomlashtirishga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Xabar qilinishicha, Tailandning poytaxti Bangkokdagi Suvarnabhumi aerodromida Xitoydan kelgan bir sayohatchining chamadonidan 10 kilogramga yaqin quritilgan shaparang va cho'chqa go'sht topilgan. Shaparang va cho'chqa go'shti Afrika cho'chqa zukumi virusi va ajallik nipah virusi gumoni bilan tajribaxonaga evatildi.